Assalomu alaykum barchaga. Demak, A + yuz kitobidan navbatdagi misollar yechimini boshlaymiz. 81-misol. Xo'p, demak, hisoblang. Mana bu 4 kira 1 desak, ya'ni 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 1 ko'paygan 4 plus 1 taqsim 4 ko'paygan 7 plus 7 ko'paygan 10 plus 1 taqsim 10 ko'paygan 13 plus va hokazo plus 1 taqsim, demak buni 25 ko'paygan 28 desak teng. Xo'p, mana bu yerdagi 1 taqsim 3 turadi bu yerda. Demak 1 taqsim 3 plus mana bu kasrni quyidagicha yozsak bo'ladi. 1 taqsim 3 qavs ichida 1 minus 1 taqsim 4 plus navbatdagi kasrni ham 1 taqsim 3 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 7 ko'rinishda. Navbatdagi kasrimiz, demak 1 taqsim 3 qavs ichida 1 taqsim 7 minus 1 taqsim 10 plus va hokazo plus, demak oxiridagini ham 1 taqsim 3 qavs ichida 1 taqsim 25 minus 1 taqsim 28. Bir taqsim 25 minus 1 taqsim 28 teng. Xo'p, bu yerdan demak barcha 1 taqsim 3'larni chiqarib olsak, qavs ichida demak 1 taqsim 3 chiqib ketgan bo'lsa 1 plus mana bu 1 minus 1 taqsim 4 plus 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 7 plus 1 taqsim 7 minus 1 taqsim 10 plus va hokazo 1 taqsim 25 minus 1 taqsim 28 teng. Xo'p, qisqarib ketdi bular. Bu ham ketdi. 1 taqsim 3 qavs ichida 2 minus 1 taqsim 28. Demak, teng 1 taqsim 3 ko'paygan 56 55 taqsim 28 55 taqsim 60 84. Demak bu xo'p, D javob ekan. Navbatdagi misol 82-misol. Demak, bu yerda suratdan 1 taqsim 5 ni chiqarib olsak, qavscha 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 5 hosil bo'ladi. Mahrajdan esa 1 taqsim 15 ni chiqarib olsak. Xo'p, 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 5. Demak, mana bu qavslar qisqarib ketsa, 15 taqsim 5 bu 3 ga teng. C javob ekan. Navbatdagi misol 83. Xo'p, teng qavs, demak davriy o'nli kasr, oddiy kasrga o'tkazsak 29 minus 2 taqsim 90 plus xo'p 1 taqsim, mana davriy o'nli kasr deyman, oddiy kasrga 1,9 dan 6 plus, demak aralash kasrda 10 taqsim 3 yozib olsak, darajasida minus 2 bo'lingan 2. Shuni ko'paytirilgan 1 taqsim 2 qo'yaylik. Teng qavs 27 taqsim 90 bilan 9 ga qisqarsa 3 taqsim 10 plus xo'p, demak mahrajda 5 taqsim 3 plus 10 taqsim 3 darajasida minus 2 ko'paygan 1 taqsim 2 teng qavs 3 taqsim 10 plus, demak bu 1 taqsim 5, mana bu ikkalasi 15 bo'lib ko'rsak 5 qoladi. Minus 2 ko'paygan 1 taqsim 2 teng. Xo'p, mana bunga 2 dan beradigan bo'lsak, 5 1 taqsim 2 1 taqsim 2 ni minus 2 ko'paygan 1 taqsim 2, bu esa 4 ko'paygan 1 taqsim 2, javob 2 chiqar ekan. Demak, bu javob. Navbatdagisi, demak 84. Teng. Mana bunga 12 dan beramiz, mana bunga esa 4 dan. Birato'la hisoblab ketamiz. Demak, 5 taqsim 36 11 25 taqsim 12, demak plus suratda esa
-8 -3 taqsim 4. Mahrajda esa 3. Xo'p, ko'paygan. Demak, qog'oz ichida 43 taqsim 4 darajasida -1 teng. Xo'p, demak 12 taqsim 5 plus bu minus kasr chizig'i 3 taqsim 12 ko'paygan. Demak, qog'ozcha 43 taqsim 4 -1 teng. Xo'p, shunda mana bu 3 bilan qisqartirib olishimiz kerak ekan. 1 taqsim 4 desak, bunga 5 tadan, bunga esa 4 tadan. Natijada 48 taqsim 20 minus 5 taqsim 20 ko'paygan 4 taqsim 43 teng. Xo'p, 43 taqsim 20 ko'paygan 4 taqsim 43. 43 lar qisqardi, 1 taqsim 5. Javob ekan. Navbatdagi misol 85 teng. Demak, davriy kasr va oddiy kasr o'tkazsak 1,9 dan 6 ko'paygan. Demak, aralashdan noto'g'ri kasrga 3 taqsim 2 minus 1 ko'paygan 2,9 dan 3 minus demak bu 4 taqsim 10 desak 10 taqsim 4 teng. Xo'p, qisqartirib olamiz. 2 taqsim 3 demak 3 5. 5 taqsim 3 ko'paygan 3 taqsim 2 minus 1. Qog'ozchada ko'paygan. Demak 3 qisqartirsak 1 taqsim 3 6 7 taqsim 3 minus 10 taqsim, buni ham 5 taqsim 2 yozib olamiz. Xo'p, qisqardi. 5 taqsim 2 minus 1. Bu esa 3 taqsim 2 degan. Demak, qog'ozchadan 3 taqsim 2 chiqdi. Ko'paygan 7 taqsim 3 minus 5 taqsim 2. Demak, 3 lar qisqardi. 7 taqsim 2 minus 5 taqsim 2. Bu esa 1 ga teng. Javob ekan. Navbatdagi misol 86. Demak, bizga berilgan ifodani hisoblashimiz kerak. Mana bunga umumiy mahraj bersak, ya'ni 2022 ga ko'paytirsak, suratda 2022 ning kvadrati minus 1, mahrajda esa 2022. Qog'oz. Mana bu amalni ko'paytirishga o'tkazsa 2022 taqsim 2021 ko'paygan 1 taqsim 2023 teng. Xo'p, mana buni qisqa ko'paytirish formulasidan a minus b plus b ko'rinishda, ya'ni 2021 minus 1 bu 2022 minus 1 uzr. 2021 ga teng bo'ladi. Ko'paygan yig'indisi 2023 ga. Mahrajda 2022 ko'paygan 2022 taqsim 2021 ko'paygan 2023. Demak, qisqardi, bular ham qisqardi. Javob 1 ga teng ekan. Bu A javob. Navbatdagi misol. Xo'p, 87. Hisoblang. Demak, dastlab suratni hisoblab olamiz. 1 minus 3 plus 5 minus 7 plus 9 minus 11 plus va hokazo plus 2021 minus 2023. Bu yerda har ikkitasidan minus 2 kelib chiqmoqda. Bu juftlikdan nechta bor degan hisoblasak. 506 to'g'rimi? 506 tami? Shunda har ikkalasidan minus 2 chiqarsa, demak 506 ko'paygan minus 2. Bu minus 1012 degani. Endi mahraj hisoblasak 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus va hokazo plus 2021 minus 2022. Demak, bu har ikkitasidan minus 1 chiqmoqda. Minus 1, minus 1 va bular ham minus 1. Ana endi bu, demak, har ikkitasidan minus 1 chiqayotgan bo'lsa, 1011 ta minus 1. Minus 1011. Demak, suratda minus 1012, mahrajda esa minus 1011. Demak, javob 1012 taqsim 1011.
Xo'p, bu D javob ekan. Navbatdagi misol 88. Xo'p, 88 da mana bunga keling, ikkitadan beramiz. 18 taqsim 65. Endi mana bu qavsgacha 82 minus 17 taqsim 36 bersak 65 bo'lar ekan. Mahrajda esa 36 plus 7 taqsim 6 plus mana bunga 7 dan ko'paytirsak 49 plus 5 taqsim 49. Xo'p, mana bu 28. 28 bu esa 33 taqsim 49 ko'paygan. Mana buni ko'paytirishga o'tkazib olsak 49 taqsim 99 teng. Bu yerda 65 lar qisqardi. 18 bilan 36 qisqarsa 1 taqsim 2 plus 7 taqsim 6 49 lar qisqardi. 33 bilan 99 qisqarsa plus 1 taqsim 3. Demak, bunga 3 tadan 2 tadan bersak, mahrajda 6 3 plus 7 plus 2 12 taqsim 6 javob 2 chiqar ekan. Demak, bu C javob. Navbatdagi misol 89. Bu yerda eng ichkarida turgan mana bu qavsdan bajarsak, demak bu 1 minus 1 taqsim 4 degani. Uning darajasida esa minus 1 bor. Bu xo'p 3 taqsim 4 darajasida minus 1, bu esa 4 taqsim 3 degani. Demak, hozir mana buni hisoblab bo'ldik. Bizda keyingi ish, demak 1 minus 4 taqsim 3 ning minus nechanchi 3-chi darajasi. Xo'p, bu esa minus 1 taqsim 3 ning minus 3-chisi, bu minus 27 ga teng. Navbatdagi ishimiz endi, demak mana bu yerga keldikmi? Qavs ichida 1 minus 27 qavs darajasida minus 1. Xo'p, bu qavs ichi 28 ga teng, minus 1-inchisi. Demak, 1 taqsim 28. Demak, keyingi oxirgi mana bu minus 1 ga kelsak, 1 minus 1 taqsim 28 darajasida minus 1. 27 taqsim 28 darajasida minus 1. Bu esa 28 taqsim 27. Demak, bu C javob. Navbatdagi misol 90. Xo'p, demak 2022 darajasida 2026 ni 5 ga bo'lganday qoldiq topishimiz kerak. Va 2027 darajasida 2025 ning oxirgi raqamini topishimiz kerak. Demak, shunda ko'paytmasini toping. X ko'paygan, y ni bizdan so'ramoqda. Xo'p, demak, mana bu haqda demak gaplashib olsak, bu 2022 plus 2 darajasida 2026 olsak va 5 ga bo'lsak, mana bu qism 5 ga bo'linadi. Bizda 2 darajasi 2026 ni 5 ga bo'lganda qoldiq topishimiz kerak. Demak, biz buni 4 darajasida 1013 deb yozib olsak, bo'lingan 5. Xo'p, ana endi bu 4 har ikkala qadamda takrorlansa kerak. 4 birinchisi 4, 4 ikkinchisi, demak 16, 4 ku bu 64. Demak 2 qadamda. Mana buni 2 ga bo'lsak 1 qoldiq qoladi. Demak 4 bilan tugar ekan. Bu 5 ga bo'lganda qoldiq 4 ga teng bo'lar ekan. Demak x teng 4 desak, ana endi 2027 ning oxirgi raqami. Demak 7 ga teng 7 kvadrat 49, 7 ning 3-chisi bu 3 bilan tugaydi. 7 ning 4-chisi necha? 1 bilan tugar ekan. Va 4 qadamda ekan bu ham. 2025 da 4 ga bo'lsak,
demak bu 7 bilan tugar ekan. Y teng 7. Demak bizdan so'ralgan ifoda 4 ko'paygan 7 teng 28. B javob ekan. Navbatdagi misol 91 hisoblang. Xo'p, 81 o'rniga 3 darajasi 4-si 0.75 degani bu 3 taqsim 4 ko'paygan 32 2 5-si darajasida minus 2 taqsim 5 minus 23 ning kubi, mana bu davriy kasr, oddiy kasr bo'lsa bu 1 taqsim 3 ga teng ko'paygan, demak 16 bu 4 ning kvadrati darajasida minus 1 taqsim 2 plus 256 16 ning kvadrati darajasida 1 taqsim 2 teng. Xo'p, 4lar qisqardi. 3 ning 3-si bu 27 ko'paygan 2 ning minus 2-si bu 1 taqsim 4 minus 3 ning 1-si 3 ko'paygan, demak bu yerda 1 taqsim yana 4 plus 16 teng. Xo'p, 27 taqsim 4 minus 3 taqsim 4 bu 24 taqsim 4 bu ham bo'lsa 6 ga teng. Demak 6 plus 16 teng 22. B javob ekan. Navbatdagi misol 92 teng demak 4,99 dan 36 bo'lingan 3 butun demak kasr sig'i 9 0 19 minus 1 plus 1 taqsim demak 3 kerak 22 taqsim 7 teng. Xo'p, bularni qisqartirib olsak 9 ga qisqartirib olsak 4,11 dan 4 bo'lingan demak 3 butun bu 18 ga qisqarsa 1 taqsim 5 plus 7 taqsim 22 teng 44 48 taqsim 11 ko'paygan 16 mahrajga suratga 5 plus 7 taqsim 22 qisqartirib yuborsak 3 15 taqsim 11 plus 7 taqsim 22 2 ga qisqartiramiz 37 taqsim 22 demak 1 butun 22 dan 15 bu B javob edi. Navbatdagi misol 93 demak hisoblang. Xo'p, bu ifodadan demak 1 taqsim 10 ni chiqarib olsak 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 6 plus 1 taqsim 10 plus 1 taqsim 15 plus 1 taqsim 21. Ana endi mana buni demak suratiga ikkitadan bersak 1 taqsim 10 3 taqsim 6 bilan bu esa 1 taqsim 2 ga teng. Demak 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 10 plus 1 taqsim 15 plus 1 taqsim 21. Mana endi 5 dan ko'paytirsak bu 6 taqsim 10 bo'ladi. 3 taqsim 5 ga teng. Demak teng 1 taqsim 10. Hozir bu ikkalasi hisoblab olindi. Demak 3 taqsim 5 plus 1 taqsim 15 plus 1 taqsim 21. Mana endi bunga 3 dan ko'paytirsak, yana bu ikkalasini hisoblamoqchimiz. Teng 1 taqsim 10 qavs ichida, demak bular 9 taqsim 9 plus 1 taqsim 15 10 taqsim 15 bu 2 taqsim 5. 5 ga qisqartirsak, demak 2 taqsim 3. Demak 2 taqsim 3 plus 1 taqsim 21. 7 dan ko'paytiradigan bo'lsak 1 taqsim 10 ko'paygan 15 taqsim 21. Xo'p, 5 ga qisqartirsak 3 2 3 bilan qisqarsa 7 1 taqsim 14. Demak bu B javob. Navbatdagi misol 94. Xo'p, biz 6 demak qavs ichiga 1 plus 1 taqsim 30 deb yozib olamiz. Mana bu 31 taqsim 30 ni minus qavs ichida 1 plus 1 taqsim 60 minus 1 plus 1 taqsim 100 plus 1 plus demak
minus 2 qavsi 1 plus 1 taqsim 150. Hop, minus qavsiga 1 plus 1 taqsim 210 teng. Hop, 6 bir lahzalasi 1 2 3 4 5 minus 5 minus qavsida 1 taqsim 30 plus 1 taqsim 60 plus 1 taqsim 100 plus 1 taqsim 150 plus 1 taqsim 210 teng. Xo'p, demak bu ikkalasi 1 ga teng. Minus bu ifodan hozirgina hisobladik. 93-misolda 1 taqsim 30 plus 1 taqsim, demak 1 taqsim 14 chiqqandi. 1 taqsim 14, demak 13 taqsim 14. Xo'p, bu D javob ekan. Navbatdagi misol. Hisoblang, demak qavschi davriy kasr, demak 4,9 dan 6 ko'paygan 14 18 taqsim 7 minus 3. Xo'p, ko'paygan 1,90 suratda 5 minus 4 taqsim 10 desak 10 taqsim 4 ga teng. Xo'p, qavschi xo'p 36 42 taqsim 9 ko'paygan 18 taqsim 7 minus 3. Xo'p, ko'paygan 95 taqsim 90 minus 5 taqsim 2. Mana qisqartirib oldik 2 ga. Xo'p, ana endi qisqaradi 2. Bu 6. Xo'p, 9 chiqdi qavschidan, ya'ni 18. Buni ko'paytma 12 minus 3 9 ko'paygan 95 taqsim 90 minus 5 taqsim 2 qisqarsa 10. 5 ga qisqartirib yuborsak 19 taqsim 2 minus 5 taqsim 2. 14 taqsim 2 bu esa 7 ga teng ekan. Demak bu B javob. Navbatdagi misol. Ifodaning qiymatini toping. Xo'p, mana bu ikkalasi bizga kasr sig'i 3 darajasida 3 ko'paygan 5 ni 4-inchisi plus bu 5 ni 4-inchisi ko'paygan 3 ni 3-inchisi ko'paygan bu 5 ni 1-inchisi. Mahrajda demak 2 ko'paygan 3 ni kvadrati ko'paygan 5 ni kvadrati. Xo'p, minus 4 o'rniga biz 2 ning kvadrati, 3 o'rniga demak 9 o'rniga 3 ning kvadrati ko'paygan bu 5 ni kvadrati taqsim 2 ni kvadrati. 2 ni kvadratlar qisqarib ketdi. Demak suratdan 3 ni 3-inchisi ko'paygan 5 ni 4-inchisini chiqarib olsak 1 plus 5 mahrajda esa xo'p 3 ni kvadrati bor, 5 ning ham kvadrati bor. Demak 2 minus 1. Demak suratda bu 6 ga teng, bu esa 2 kira 3 desak, xo'p 2 ni 1-inchisi ko'paygan 3 ni 4-inchisi, 5 ni ham 4-inchisi. Mahrajda 3 ni kvadrati, 5 ni kvadrati. Demak 3 ni kvadrati qoldi. Ko'paygan 5 ni kvadrati ham qoldi. Demak 5 ni 25, 2 ko'paytsak 50, ko'paygan 3 ni kvadrat 9. Demak 450. Bu C javob ekan. Navbatdagi misol. Xo'p, kesmada 2, 3, 4, 5 sonlarga bo'lganda qoldiq 1 bo'ladigan natural sonlar nechta? Dastlab bularni ko'paytira olamiz. 2 ko'paygan 3 ko'paygan 5 ko'paygan 7. 2 kira 5 10, 3 kira 7 21. Demak 210. Bizda 200 dan boshlangan ekan. Birinchisi bu 210 ga 1 da qo'shib olsak, birinchisi bu 211. Bu birinchisi. Ana endi shu 210 ni 2 ga ko'paytiramiz va 1 da qo'shamiz. 421 bu ikkinchisi. Demak endi 210 ni 3 ga ko'paytiramiz. Plus 1. 631 bu uchinchisi edi. Ana endi 4 ga ko'paytirsak 210 plus 1 bu 841. Bu 4-inchisi. Keyingisi bu 1000 dan oshib ketadi. Demak 4 ta ekan. 4 ta. Bu B javob. Xo'p, agar degancha ifoda bo'lsa, hisoblang.
Bizga berilgan mana ifodani soddalashtirib olsak, ya'ni y taqsim x plus 2022 bo'lib qoladi. Y ni yozib olsak, 2 plus 8 plus 14 plus va hokazo plus 602, makhrajda esa 1 plus 4 plus 7 plus va hokazo plus 301 plus 2022. Ana endi e'tibor beramiz. Suratdan 2 ni chiqarib olsak, qavsidan 1 plus 4 plus 7 plus va hokazo plus 301. Makhrajda 1 plus 4 plus 7 plus va hokazo plus 301 plus 2022. Demak, bular qisqarib ketsa 2 plus 2022 bu 2024 ga teng. Demak, bu A javob ekan. Navbatdagi 99. Xo'p. Ildiz ostida 2026 faktorial. Demak, makhrajdan biz 2024 faktorial chiqarib olsak, ko'paytirilgan 2025 plus 1 2026 hosil bo'lar ekan. Xo'p, minus, demak 10 faktorial, makhrajdan 8 faktorial chiqarib olsak 9 10 bu ko'paytma teng. Ana endi ildiz ostida mana 2026 faktorial quyidagicha yozsak, 2024 faktorial ko'paygan 2025 ko'paygan 2026. Makhrajda 2024 faktorial ko'paygan 2026 minus ildiz ostida, demak 10 faktorialni o'rniga biz 8 faktorial ko'paygan 9 ko'paygan 10 deb yozib olsak, makhrajda 8 faktorial ko'paygan 10. Xo'p, 2024 faktorial qisqardi, 2026 ham qisqardi. Bizda ildiz ostida 2025 minus 8 faktorial qisqardi, 10 qisqardi, ildiz ostida 9. Demak, 2025 bu 45 ni kvadrati, ildiz ostida 45, 2025 45 chiqdi, minus 3 42. Demak, bu B javob ekan. Navbatdagi va oxirgi misol. Demak, 100-misol. Biz A, B sira yozib olsak, demak, taqqoslash uchun eng yuqori daraja 6 bo'lsa, A teng 6-darajada, demak, ildiz ko'rsatkichi kvadrat ko'rsatkichi 144. Demak, B ni ham 3-darajaga oshirsak, 6-ko'rsatkich 216. Demak, S bu 2 ni 6-si kirsa 192 6-ko'rsatkichda. Xo'p, bo'lsa, demak, ifodani soddalashtirishimiz kerak. A va B ayirmasi A B'dan kichik. Demak, bular o'rnini almashtirib qavs ochamiz. Ya'ni B minus A ko'rinishda plus B va S ni taqqoslash kerak. B bilan S ni taqqoslash B katta, demak, o'z holatida. Xo'p, endi A bilan S ni taqqoslash kerak. A kichik S dan. O'rni almashadi. Minus S plus A minus 2A. Makhrajda endi A bilan 2 ni taqqoslashimiz kerak. 2 ni 6-darajasi, demak, A katta. Bu yerda A minus 2 plus B bilan 4 taqqoslashimiz kerak. Xo'p, bu B bilan 4 taqqoslasak, 4 6-si, 2 ni 12-si, demak, 4 katta. 4 minus B ko'rinishda bo'ladi. Demak, plus ana endi S bilan 2 ni taqqoslasak, S katta, S minus 2 ko'rinishda. Xo'p, natijada mana bu A'lar qisqarib ketdi. Demak, 2 ta B minus 2 ta A minus 2 S. Makhrajda esa, demak, minus 2 minus 2 B plus 4 qisqarib ketdi. A minus B plus S. Ana endi suratdan biz minus 2 ni chiqarsak, A B'ni oldi minus bo'lsa, S plusdan. Makhrajda A minus B plus S. Demak, qisqarib ketsa, javob minus 2. D javob ekan.